Albatta, hozirgi kunda shu yo'nalish bo'yicha Markaziy bank tomonidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti. 2025-yil 14-oktyabr kuni Markaziy bank boshqaruvi tomonidan banklar tomonidan qimmatbaho metallar bilan operatsiya amalga oshirish tartibi ishlab chiqildi, nizomi. Ushbu tartibga ko'ra aholiga qimmatbaho metallarga, shu jumladan oltinga investitsiya va jamg'arish imkoniyatlarini yanada kengaytiradigan sharoitlar yaratildi. Bulardan biri banklar uchun yangi mahsulot hisoblanadi, oltin omonat turi hisoblanadi. Bu oltin omonat deganda mijoz bankka borgan holda yoki onlayn tarzda metal hisobvarag'ini ochadi. O'sha metal hisobvarag'i orqali oltinni oz miqdorlarda sotib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Misol uchun, hozirgi kunda O'zbekiston Milliy banki va O'zbekiston Sanoat qurilish banki tomonidan ushbu mahsulot yo'lga qo'yilgan. Ularda eng kam sotib olish narxi 0,1 grammdan boshlanadi. Oz miqdorda imkoniyatidan kelib chiqib, oltin sotib olish imkoniyati paydo bo'lgan. Shu narsani yengillikni yetib ketmoqchi edik. Oltin omonat mahsuloti asosan faqat oltinni narx o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Bu yerda dividend, foizlar ko'zda tutilmagan banklarni an'anaviy omonatlaridan farq qiladi. Misol uchun, bugun sotib olgan narxingizdan ertaga oshadigan bo'lsa, o'sha sotib olish va sotish narxlarini orasidagi farqidan kelib chiqib daromad olishingiz mumkin. Asosan shu faqat shunaqa investitsiyada ko'zda tutilgan bu narsa. Bu oltin omonatni nima afzal tarafi, bu elektron jismoniy bo'lmagan oltin hisoblanadi. Elektron jismoniy bo'lmagan oltin bo'lgandan keyin metal hisobvaraqda faqat virtual ko'rinishda grammda turadi. Bu yerda bankda saqlash, uni boshqa xarajatlari mavjud emas. Qulayli tarafi, o'lchovli oltin quymadan farqli tarafi, uni saqlash talab bo'ladi. Upakovkasini shikastlamasdan, quymani shikastlamaslik talab qilinadi, ehtiyotkorlik talab qilinadi. Bu yerda bunday hech qanaqa talablari yo'q. Bank tarafdan qo'shimcha to'lov haqlari ko'zda tutilmagan. Metal hisobvaraqda turgan, sizni grammdagi turgan quyma emas, gramm oltinni jismoniy bo'lgan quymaga almashtirish imkoniyati mavjud emas. Uni siz misol uchun 5 grammingiz turibdi, menga 5 gramm o'lchovli quyma bergin deb aytolmaysiz. Bitta yo'li bor, o'sha 5 gramm metal hisobvaraqdagi pulingiz, grammingizni pulga qayta o'girib, sotib, sizga pul tushirib beradi bank. O'sha pul orqali siz o'lchovli oltin quymani sotib olishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib ketish kerak. O'lchovli oltin quymani narxi ham, jismoniy bo'lmagan metal hisobvaraqdagi oltin narxi ham jahon bozoridagi qimmatbaho metallar bozoridagi narxga qarab o'zgarib turadi. Ya'ni sizni virtual oltiningiz ham, jismoniy oltin ham deyarli bir xil bo'lishi mumkin, lekin jismoniy narxda qo'shimcha qimmatroq bo'lishi ehtimoli bor, sababi o'lchovli oltin quymani ishlab chiqarish, transportirovka, upakovka xarajatlari ko'zda tutilgan bo'ladi. Elektronida bunaqa xarajatlar bo'lmaydi, sal arzonroq ham bo'lishi mumkin. Shu taraflari hisobga olinadi. Bu Markaziy bank tomonidan e'lon qilinayotgan narxlar jismoniy bo'lgan o'sha o'lchovli oltin quymalarga nisbatan e'lon qilinadi. Bank tomonidan yo'lga qo'yilgan metal hisobvaraqda ular jahon bozoridagi qimmatbaho metallarni oltinga bo'lgan narxdan kelib chiqib, narxini shakllantirishadi. Albatta, bank o'lchovli oltin quymalarni qaytarib sotib olayotganda qadog'i buzilish holati bo'lsa yoki texnik talablarga javob bermaydigan bo'lsa, u texnik ekspertiza talab qilinadi. Texnik ekspertiza o'tkazish tartibi, talablari Vazirlar Mahkamasi tomonidan 412-qaror bilan ko'zda tutilgan. U bo'yicha banklar 7 ish kunidan oshmagan vaqt mobaynida
texnik ekspertiza o'tkazish uchun davlat asirlik darajasi nazorati inspeksiyasiga yuborish kerak. O'z navbatida davlat asirlik darajasi nazorati inspeksiyasi ham 7 ish kundan oshmagan vaqt davomida ekspertiza qilib berish kerak. Ekspertiza natijasida Markaziy bank mijozni, quyma egasini bank orqali xabardor qiladi. 1 kun ichida ekspertiza bo'ldi. 3 kun ichida to'lovni bank orqali amalga oshiriladi. Markaziy bank to'lovni amalga oshirib beradi. Bank orqali fuqaroga, o'sha quyma egasiga pul o'tkazib beradi. O'sha quymani qaytarib sotib olish narxidan kelib chiqadi. Yana shuni aytib ketish joizki, ekspertiza, transportirovka, barcha hamma xarajatlari Markaziy bank tomonidan qoplanadi. Mijoz hech qanaqa qo'shimcha to'lovlar undan undirilmaydi. Qadoq buzilganda narxi pasayishi mumkin, chegirma qo'llaniladi. O'sha 412-Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan hisob-kitob talablari, tartibi. Qadog'i buzilganda va qadog'i but holatda ham chegirma qo'llanilgan. Qadog'i but holatda bo'lsa, to'liqroq agar aytadigan bo'lsak, qanaqa hisob-kitob qilinishini, qaytarib sotib olish narxi jahon bozoridagi qimmatbaho metalldan kelib chiqiladi. O'sha jahon bozoridagi qimmatbaho metallga nisbatan chegirma qo'llaniladi. Hozirgi kunda qadog'i buzilgan quymalar uchun 2% qo'llaniladi. Oltin quymaga risklari, uni saqlash risklari, transportirovka risklari bo'ladi. Jismoniy bo'lgani uchun shikastlanmaslik, upakovkani buzmaslik, agar upakovka buziladigan bo'lsa, ekspertiza talab qilinadi, chegirma qo'llaniladi, narxi ozgina pasayishi mumkin. Elektron jismoniy bo'lmagan oltinda bunaqa risklar yo'q, lekin unisida ham bunisida ham narx o'sish yoki pasayish risklari bor. Iqtisodiy risklar mavjud. Chunki oltinni hamma biladi, bu yuqori volatilli mahsulot hisoblanadi. U narx o'sishi kuzatiladi, narx pasayishi ham ehtimoli bor. Narx pasayganda zararga kirishi mumkin, narx o'sganda foydaga kirishi ham mumkin. O'sha risklarni hisobiga olish kerak mijoz investitsiya kiritayotganda. Albatta, oltin an'anaviy inflyatsiyadan himoya qilish aktivi hisoblanib kelgan har doim. Inflyatsiyadan himoya qiladi va aniq misollarni keltiradigan bo'lsak, hammaga ma'lum, Markaziy bank 2020-yil noyabr oyidan o'lchovli oltin quymalarni sotuvini yo'lga qo'ygan. O'sha davrdagi, misol uchun 5 grammga o'lchovli oltin quymani xaridgan bo'lsak, 3.450.000 atrofida bo'lgan. Hozirgi kunga kelib 2026-yil 26-yanvar holatiga xuddi o'sha 5 grammli o'lchovli oltin quymani narxi 10.36.000 so'mni tashkil etmoqda. Bundan ko'rib turibdiki, o'sish 2 barobardan ko'proqni ko'rish mumkin, deyarli 3 barobar o'sish bor. Bu yillik inflyatsiyadan atrofidan yuqori hisoblanadi, lekin avvalgi yillarni qaraydigan bo'lsa, inflyatsiya atrofida, inflyatsiyadan yuqoriroq bo'lgan. Oxirgi yillarni agar hisobga olmasa, inflyatsiyadan himoya qilishi an'anaviy mahsulot hisoblanadi oltin. Oltin o'lchovli oltin quymalarni soxtasidan himoya qilish uchun ular maxsus himoya qadog'ida sotuvga yo'lga qo'yilgan. Ular va o'lchovli oltin quymalar faqat tijorat banklari orqali sotuv amalga oshiriladi. Quymalarni qadog'i ham sertifikat vazifasini bajaradi. Ushbu quymalarda qadog'i, maxsus himoya qadog'i 3 ta himoya elementidan iborat hisoblanadi. O'sha birinchisi QR kodi mavjud quymada. Quymadagi QR kod orqali real vaqt ichida skaner qilish orqali asirlik darajasini tekshirish imkoniyati bo'ladi. Va yana bitta narsani aytib ketish kerak. Ham quymada ham qadog'ida ham seriya raqamlari qo'yilgan bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'ladi. Bunga ahamiyat berish kerak. Ikkinchi himoya elementi bu himoya membranasi hisoblanadi. U qadog'i ochilganda rangi o'zgaradi membrana. Va uchinchi asosiy himoya elementlaridan biri bu CryptoPrint hisoblanadi. Quyma ochilganda seal open yozuvi paydo bo'ladi. Ochildi degan yozuvni tarjima qilinadigan bo'lsa, o'sha joylarga ahamiyat berilsa, o'sha quyma ochilgan bo'ladi. Tijorat banklar qaytarib sotib olayotganda o'sha joylar
paydo bo'lgan bo'lsa, himoya elementlari buzilgan bo'lsa, ekspertiza talab qilinadi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib ketishim joiz deb o'ylayman. Himoya upakovkasi qadog'i, maxsus himoya qadog'i sertifikat vazifasini bajaradi va qonunchilik tarafdan sertifikati mavjud bo'lgan o'lchovli quymalarni fuqarolar tomonidan O'zbekiston hududidan tashqarisiga olib chiqish imkoniyati berilgan. Hech qanaqa cheklovlarsiz olib ketish mumkin. Sertifikati bo'lgan taqdirdagina faqat ruxsat berilgan. Qadoq buzilmagan taqdirda. Qadoq buzilmagan taqdirda bu ham qo'shimcha ma'lumot sifatida foydali deb o'ylayman.